Assalomu alaykum Texnopolis mijozlari. Xolodilnik so'raganlar uchun yangi assortimentlarimiz, yangi xolodilniklarimiz kelgan. Bularni sizlar bilan bitta-bitta tanishtirib o'tib ketamiz. Hop, 5-6 kishilik, 7-8 kishilik oilaga, ro'zg'orga, pul narxi arzonroq, sifati yaxshiroq xolodilnik so'raganlar uchun Seven Sage brendidan hop 1.75 ga 55 santimetrlik xolodilnikimizni olib kelganmiz. Hop, ichlarini ko'rsanglar bo'laveradi. Ichlari ham ancha keng, ro'zg'orbob. Hop, ikkita polkasi bo'ladi buni. Bitta nolovoy zonasi bo'ladi. Yonboshda ham 3 ta shunaqa akkuratli polkalari bor. Pastini ko'rsanglar, pasti morozinniy bo'ladi. Morozinniy bitta shunaqa ochiq polka, ikkita shunaqa yopiq polka bo'ladi. Bemalol go'sht mahsulotlarini saqlasanglar bo'laveradi. Bu xolodilnikimizni hop 4.200.000, 4 million so'm sotilyapti. Olganlar bo'lsa biladi. Narxini hozir sizlar uchun skidga qo'yganmiz. 3.5 millionga qilib beramiz bu xolodilnikimizni. Hop, keyingi xolodilnikimiz Immer firmasidan bo'ladi. Воздушный inverter motorli. Bu xolodilnikimiz past toklarga ham ishlayveradi. Yangi modelda oldin ham ko'rsatganmiz Nofrost xolodilniklarimiz. Endi bularimiz yangilik bo'lib keldi. Hop, ko'rsanglar bo'ladi. Bo'yi 1.85, eniga 60 cm bo'ladi. Yiliga rasxod 317 kW tok rasxod qiladi yillik hisobda. Xolodilnik 226 litr, pasti morozinniy 100 litr bo'ladi. Ovozi shovqini 38 desibel bo'ladi. Ichini ko'ramiz. Ichi ham ancha katta, ko'rsanglar bo'laveradi. 8-9 kishilik oilaga bemalol yetib oshadi. Ikkita nolovoy zona bo'ladi. Shunaqa salaskali bo'ladi. Bemalol kirib chiqaveradi yengil holatda. Hop, ikkita shunaqa mahsulot qo'yish uchun polka, bitta suvlar uchun baklashkada narsa qo'yaman desanglar, bemalol qo'yadigan polka. Bu nimaga qilinadi? Asosiy baklashkalar qo'ysanglar joyi egallaydi. Shuning uchun yotkizib qo'yish uchun shunaqa polka qilingan. Bu yoqda bo'lsa 0 gradusda meva-cheva, svej ishlatiladigan mahsulotlar saqlasanglar bo'laveradi. Morozinniy qismi. Morozinnikni ko'rsanglar bo'laveradi. Morozinniy 3 ta polka bo'ladi. Polkalari ham ancha chuqur. Buni zo'r tomoni ichi metal cooling bo'ladi. Metal cooling nima qilib beradi deganlar uchun, masalan, oddiy xolodilnik hop 2 soat, 3 soat svet o'chganda ushlab bersa mahsulotingizni, bu xolodilnikimiz 5-6 soatgacha ushlab berish ehtimoli bo'ladi. Metal cooling bo'lsa, sovuqlikni uzoqroq ushlab turganligi uchun. Hop, endi keyingi firmamiz dunyo brendi bo'lgan Mirovoy brend Hisense bo'ladi. Hop, bu Hisense firmamizniki bo'yi 1.85, eniga 60, metalskiy svetda bo'ladi. Ichlarini ko'rsanglar bo'laveradi. Ichlari ham ancha keng qilingan. Hop, bunda ham ikkita nolovoy polka, ikkita mahsulot qo'yish uchun polka bo'ladi. Yonboshda shunaqa polkalari bor. Bulardan bemalol foydalansanglar bo'ladi. Morozinka ham 3 tali, ancha keng qilingan bularning ham morozinkasi, ichi chuqur, baquvvat, bemalol narsa qo'ysanglar ko'tarib turaveradi. Hop, bu xolodilnikimizning narxini 450-460 dollar sotilyapti. Hozirgi kunda bemalol 5.200.000 so'mga xarid qilsanglar bo'laveradi. Hop, Immer brendimizning narxini aytish xayoldan chiqib qoldi. Hop, Immer brendimiz 5.800.000, 5.600.000 sotilyapti. Bunimizni hozirgi kunda 5.300.000 so'mdan xarid qilsanglar bo'laveradi. Hop, Hisense'imizga o'tamiz. Hisense metal svetini ko'rdinglar. Endi qora oynaligini yoqtiradiganlar uchun oyna, kalyonli oyna bo'ladi, qizdirilgan, qirilib, chizilib, bunaqa narsa bo'lmaydi. Hop, bunimizni ruchkasini ham bu yoqqa, ham bu tomonga ochiladigan qilsanglar bo'ladi. Bu yerda tablo yo'q. Bular tablodan boshqariladi, ko'rgan bo'lsanglar. Hop, bu xolodilnikimizni boshqaruvi ichidan bo'ladi. Ichki qismida shu yerdan akkuratli boshqarsanglar bo'laveradi. Graduslarini bemalol qo'ysanglar bo'ladi. Bundan ham ikkita nolovoy zona, ikkita polka, bunda qo'shimchasiga suv qo'yadigan shunaqa polkasi ham bo'ladi. Yonboshda polkalar. Hop, past morozinniy, bunda ham xuddi shunaqa metal svetligiga o'xshab 3 ta polkali bo'ladi. Bunimizning narxini 5.700.000 so'm sotyapti. Buni narxini hozirgi kunda 5.5 millionga bemalol xarid qilsanglar bo'laveradi. Hop, bu ko'rsatayotgan xolodilniklarimizga hammasiga 3 yildan 10 yilgacha garantiya beriladi. Hop, endi meni oilam bundan kattaroq, 3 ta 4 ta ro'zg'or yashaydiganlar ham bo'ladi bitta uyda. Shular uchun zo'r xolodilnikimiz bor. Tavsiya qiladigan Zifler brendidan xolodilnikimiz, xolodilnik qismi 250 litr, morozinniy 150 litr. Ovozi 38 desibel, yillik tok rasxodi 310 kW bo'ladi. A+ klassda tokingizni tejab beradi. Hop, shunaqa tablolari bor. Tablodan bemalol gradus qo'yib boshqarsangiz bo'laveradi. Ichlarini ko'ramiz. Ichlari shunaqa 4 ta eshikli, ikki tomonga akkuratli ochiladi. Ichi ham ancha keng. Bu yonboshda ham, bu yonboshda ham polkalar bo'ladi. Bitta katta nolovoy zona, bemalol svej mahsulotlar saqlaysiz. Ikkita shunaqa mahsulot qo'yish uchun polkalari bo'ladi. Hop, Smart Fresh texnologiyasi, gradusni polni ichida bir xilda gradusda ushlab beradi. 3 yil o'ziga 10 yil motoriga garantiya ofitsialniy servis tomonidan beriladi. Morozinniklarni ko'ramiz. Morozinnik ham shunaqa отдельный bo'lingan bo'ladi. Bitta shunaqa narsa qo'yish uchun отдельный polka qilingan, ikkita yopiq polka.
Bu tomoni ham xuddi shunaqa. Общий 6 ta polka bo'ladi. Ikkita ochiq polka, 4 ta yopiq polka. Xo'p, endi buni 4 ta eshikli emas, bitta eshikligi bo'ladigan bo'lsa, morozinnik tepada, kimdir unaqasini, kimdir bunaqasini oladi. Bunda tablolari oldidan bemalol boshqaraverasiz. Bu ham invertor motor. Xo'p, ichini ko'rsanglar bo'ladi. Morozinnik qismi. Xo'p, bu xolodilnik qismi bo'ladi. Ancha katta xolodilnik. Bu yoqqa bemalol shunday qopni nasabga tiqib qo'ysanglar ham bo'laveradi. Xo'p, bunimizni litrlariga kelamiz. Xo'p, litrlarini ko'ramiz bunimizni. 410 litr xolodilnik qismi, 117 litr morozinnik qismi bo'ladi. Morozinnikni ham отдельный gradusga qo'ysanglar bo'laveradi. Qo'lda boshqaruv bo'ladi. Xo'p, polkalari 3 ta qani, bukilib, sinib ketmaydigan polka. Bitta pastda, bitta tepada shu yerda nolovoy zonasi bo'ladi. Polkalar ham ancha katta. Bemalol mahsulotlar saqlasanglar bo'laveradi. Namlikni igrovka qiladigan moslamalar ham o'zida bo'ladi. Yonboshdagi polkalar ham общий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta polkali bo'ladi. Hop, ikkita polkasi morozinnikda. Bu xolodilnigimizning narxini $580 ga qilib beramiz. Hop, ziflerini olaman deganlar uchun, 4 ta eshikligini olaman deganlar uchun bu zifler xolodilnigimizni $550 ga qilib beramiz. Bu xolodilniklar ham ancha qimmat sotiladi. Hozir narxlarini sizlar uchun tushirib qo'yganmiz. Bunaqa narxlar uchun обязательно подписка bo'lib, yaqinlarga jo'natib qo'yishni esdan chiqarmaysizlar. Nomerlar pastda bo'ladi. Bemalol aloqa qilsanglar bo'laveradi.